Assalomu alaykum. Alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmi? Assalomu alaykum. Nurota tuman axborot kutubxona markazidan ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Sizga qaysi turdagi kitoblar ko'proq yoqadi va yoshlarga qaysi turdagi kitoblarni ko'proq o'qishni tavsiya berasiz? Menga ko'proq detektiv janridagi kitoblar yoqadi. Undan tashqari tarbiyaviy ahamiyatga kasb etgan kitoblarga qiziqaman. Men kitobxonlarga shunaqa tavsiya berardimki, ko'proq Tohir Malikning kitoblarini o'qishni va mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning to'plamlari bor. O'shani Baxtiyor oila degan kitoblari bor. Shu kitobni tavsiya bergan bo'lardim. Odamiylik mulki degan kitob bor Tohir Malikniki. Mana shu kitobni ham tavsiya bergan bo'lardim. Undan tashqari mana detektiv janrida yozilgan Afg'on shamoli yoki Yigit yig'lamasin dunyoda qasos kabi kitoblarni, Nurdin Ismoilovni detektiv janrida yozilgan asarlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Sher yigit ayniqsa romani. Sher yigit degan romani juda ajoyib asar hisoblanadi. Kitob o'qishni yoqtirmaydigan va kitob o'qish kerak emas deydigan yoshlarga maslahatingiz nima? Maslahatim birinchi onalarni tarbiya qilish kerak. Onalarni qanday qilib tarbiyalash kerak? Har bir turmushga chiqayotgan qizimizni sepiga ko'proq latta putalar emas, undan ko'ra yaxshi durdona asarlarni tavsiya bergan bo'lardim. Ular o'sha durdona asarlarni shundaygina etib qo'yib emas, uni o'qib, o'rganib, o'shandan bir mag'zini chaqib farzandlariga yetkazsa va oilada ona kitobxon bo'lsa, farzandlar ham kitobxon bo'ladi. Shuni targ'ib qilgan bo'lardim. Rahmat. Mana shunday ijobiy fikrlar uchun sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling.